Hammaga assalomu alaykum. Demak, bugun Xudo xolasa Blind 75 to'plamidagi 3-misolni yechamiz. Bu TUSAM. Albatta, misol yechishdan oldin har doimgidek uni shartiga tushunib olishimiz kerak. Demak, shartini yaxshilab o'qiymiz va tushunishga harakat qilamiz. Bizga array berilgan ekan, nums degan va integer berilgan ekan, target degan. Demak, bizda ikkita o'zgaruvchi bor. Demak, qaytarishimiz kerak ekan indekslarni, ikkita demak sonni indeksini qaytarishimiz kerak ekan, qaysiki o'sha sonlar yig'indisi targetga teng bo'ladigan. Demak, birinchi shartni yaxshilab tushuntirib beraman. Bizda array berilgan ekan, nums degan bir nechta sonlar bo'lishi mumkin. Ichida misol uchun 1 2 3 4 5 6 7 shunga o'xshagan va target berilgan. Bu bitta son. Misol uchun 10 bo'lishi mumkin, 6 bo'lishi mumkin, 7 farqi yo'q. Biz demak ikkita indeks qaytarishimiz kerak ekan, ikkita sonni indeksini, array ichidagi ikkita sonni indeksini qaytarishimiz kerak ekan, qaysiki o'sha sonlar yig'indisi targetga teng bo'ladigan. Buni yana ham yaxshiroq tushunish uchun misolga qarashimiz kerak. Pastdagi shartlarni ham o'qiyman. Demak, biz aniq bitta yechim bor deb tasavvur qilsak bo'lar ekan. Demak, bu misolda aniq bitta yechim bo'lar ekan. Va bir xil elementni ikki marta qayta ishlatib bo'lmas ekan. Ya'ni misol uchun ikkinchi indeksda 4 turibdi, shu 4 ni qayta ikki marta ishlatib 4 ga 4 qo'shib 8 qilib chiqara olmas ekanmiz. Undan keyin biz javobni xohlagan orderda, ya'ni xohlagan tartibda qaytarsak bo'lar ekan. Shart yana ham yaxshiroq tushunish uchun bizda example bor. Birinchi examplega qaraymiz. Input berilgan nums degan va o'sha nums ichida sonlar bor. 2, 7, 11, 15 va target berilgan. Target demak bizda 9 ekan. Endi biz nums ichidagi ikkita sonni topishimiz kerak va o'sha sonning yig'indisi 9 bo'lishi kerak. Va albatta bu oson. 2 bilan 7 ni qo'shadigan bo'lsak, bizda javob 9 chiqadi. Va biz shu ikkita sonni indeksini qaytaramiz xohlagan tartibda. Demak, bu yerda qaytarilgan 2 ni indeksi bu 0, 7 ni indeksi bu 1. Demak, javob 0 va 1. Buni xohlasak 1 va 0 qilib ham qaytarsak bo'ladi, chunki xohlagan orderda. Pastda ham tushuntirib berilgan. Ikkinchi misolga qaraymiz. Bizga 3, 2, 4 demak sonlar berilgan ekan. Demak, ikkita son topishimiz kerak, qaysiki ular yig'indisi 6 bo'lishi kerak. Demak, bu yerda 2 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak, yig'indisi 6 ni beradi. Demak, 2 ni indeksi bu 1, 4 ni indeksi bu 2. Demak, 3-misolga qaraymiz. Ikkita son berilgan ekan, 3 va 3. Demak, target berilgan ekan 6. Demak, ikkita son topish kerak ekan, o'zi ikkita son bor bu yerda. Qaysiki yig'indisi 6 ga teng bo'lgan. Demak, 3 ga 3 ni qo'shsak 6. Shuning uchun ham bu yerda output 0 va 1. 3 va 3 ni yig'indisi demak 6 va ularni indekslari qaytarilyapti. 3 ni indeksi bu 0, keyingi 3 ni ham indeksi bu 1. Ana endi buni yechimiga o'tamiz. Demak, shart tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Yechimda bitta example ko'rib chiqamiz va o'sha orqali yechimni tushunishga harakat qilamiz. Birinchi o'rinda brute force yechimi haqida qayg'uramiz. Demak, brute force qanaqa yechim qilgan bo'lardik? Ya'ni xayolimizga birinchi keladigan yechim. Bu yechim bu demak, har bitta sonni o'zidan keyingi bo'lgan sonlar bilan qo'shib chiqish va qo'shganimizda qaysini yig'indisi, demak, shu bitta sondan keyingi qaysi bir sonning yig'indisi 5 ni beradigan bo'lsa, ya'ni targetni beradigan bo'lsa, unda biz javobni qaytaramiz. Ya'ni bu misolda agar tushuntirib beradigan bo'lsam, bizda 1, 2, 4, 5, 3 sonlari berilgan, targetimiz bizda 5. Demak, ikkita son topishimiz kerak, uni yig'indisi 5 ni berish kerak. Demak, bu yerda ko'radigan bo'lsak, 1 bilan 4 ni yig'indisi bizda 5 ni beradi yoki 2 bilan 3 ni yig'indisi ham 5 ni beradi. Ana endi buni brute force yechimida ko'rib chiqsak, har bitta sonni olamiz. Ya'ni bu yerda birinchi 1 ni olaman va o'zidan keyingisi bilan solishtirib chiqaman. 1 ga 2 ni qo'shaman. 3. 3 bizda 5 emas. 3 ya'ni 5 ga teng emas. Undan keyingi yechimga o'taman. 1 ga 4 ni qo'shaman. Bu 5. Tasavvur qilamiz 5 emas deb. Mana shu yerda 4 o'rniga boshqa son deb o'ylaymiz hozircha. Keyingisi 1 ga 5 ni qo'shamiz. 6. Bu yechim bera olmaydi. 1 ga 3 ni qo'shamiz. 4. Bu ham 5 ga teng emas. Demak, 1 bilan juft topilmadi deb tasavvur qilamiz agar 4 yo'q deganda. Keyingisiga o'tamiz. Bu 2. 2 sonini ham har bittasi bilan tekshirib chiqishimiz kerak o'zidan keyingi. 2 ga 4 qo'shamiz. 6, 5 ga teng emas. 2 ga 5 ni qo'shamiz. 7, 5 ga teng emas. 2 ga 3 ni qo'shamiz. 5, 5 ga teng. Va xuddi shu tartibda har bitta elementni tekshirib chiqadigan bo'lsak, bizda
time complexity ya'ni vaqt on kvadrat bo'ladi. On kvadrat. Nima uchun? Chunki har bitta elementni o'zidan tashqari boshqa elementlar bilan solishtirib chiqsak, bizda on kvadrat vaqt talab qiladi. Lekin joy o1 bo'ladi, ya'ni konstanta bo'ladi. Bu yechimni yana ham optimallashtirsa bo'ladimi? Ya'ni vaqtni yana ham tezlashtirsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Faqat u uchun biz joydan voz kechishimiz kerak. Ya'ni joydan yutqizamiz, vaqtdan yutamiz. Ikkinchi optimal variant uchun, ya'ni optimal yechim uchun nima qilsak bo'ladi? Biz bitta sonni olamiz va o'sha sonni target bilan farqini qidiramiz. Arraydan agar bor bo'lsa, demak javob topgan bo'lamiz. Bu yechimimizni ham tezlashtiradi. Uni yaxshilab tushunishimiz uchun bizga demak hashmap kerak bo'ladi bitta va xuddi matematikaga o'xshab formula bo'yicha yechsak bo'ladi. Bir sonni olaman, uni mana shu arraydagi qaysidir bitta x soniga qo'shishim kerak va yig'indi bizga targetni, ya'ni 5 ni berish kerak. Mana. Demak, matematikadagi adashmasam boshlang'ich sinfdagi formula kelib chiqdi. Demak, x sonini topishimiz kerak. Shu x ni mana shu numberlar ichidan topishimiz kerak. Yig'indisi 1 bilan qo'shganda 5 bo'lishi kerak. Buni agar matematikada yechadigan bo'lsak, mana bunaqa bo'ladi. 5 dan ayiramiz 1 ni, javob 4 bo'ladi. Demak, bizda 4 bormi? Nams ichida? Ha, bor. Demak, javob topildi. Va biz uni indekslarini qidiramiz. 0 bilan 2. Ana endi buni dasturlashda qanaqa qilib yechsa bo'ladi? Bu yerda qilayotgan asosiy ishimiz demak birinchi olingan son bilan, ya'ni 1 bilan 5 ni o'rtasidagi farqni qidiryapmiz. Ya'ni qanaqa farq bor? Necha son bilan farq qiladi 1 bilan 5. Shu farq agar bizning namsimiz ichida bor bo'lsa, javob topilgan bo'ladi. Yo'q bo'lsa, keyingi songa o'tamiz. Demak, buni qilish uchun biz demak diff degan bitta o'zgaruvchi ochsak bo'ladi. Ya'ni diff teng har bitta sonni demak birinchi bo'lib hashmap ochamiz va hashmapda shu son bor yoki yo'qligini qidirib chiqamiz. Ya'ni hashmapimiz vazifasi farqni saqlaydigan bo'ladi. Ya'ni 5 bilan berilgan sonni farqini saqlaydi. Demak, 1 bormi hashmapda? Yo'q. 1 yo'q bo'lgani uchun ham endi biz 1 bilan 5 ni farqini yozib qo'yamiz uning ichiga. 5 dan ayiraman 1 ni, farqi bizda 4. Demak, 4 ga demak farq qilar ekan 1 va 1 ni indeksini yozib qo'yaman, bu 0. Ana endi keyingi songa o'taman. 2. 2 soni hashmapda bormi? Ya'ni qaysidir son bormi 2 ga farq qiladigan? Yo'q. Demak, davom etaman. Shuning uchun ham 5 dan ayiraman 2 ni, farqi 3. Demak, 3 sonini yozib qo'yaman hashmapimga va indeksini yozaman 2 ni. Bu 1. Keyingisi 4. Hashmapdan qidiraman. Farqi 4 ga teng bo'lgan birorta son bormi deb. Va javob ha. Farqi 4 ga teng bo'lgan son bor, bu 1. 0-indeksda turibdi. Demak, 4 ga qo'shsam agar 1 ni menga 5 ni beradi. Demak, hashmapda 4 borligi uchun ham javob 0 va 2 bo'ladi. 0 va 2 indekslari yig'indisi bizda targetga, ya'ni 5 ga teng. Demak, yechim unchalik ham qiyin emas deb o'ylayman. Ana endi buni kodiga o'tamiz. Bitta diff degan demak dictionary ochamiz va loop qilamiz. Har bitta namsdagi elementni farqini saqlab chiqamiz yoki shu farq arrayda bormi yoki yo'qmi demak qidiramiz. Demak, nams I bormi dictionaryda, ya'ni birorta dictionary'dagi demak diffdagi, ya'ni birorta diffdagi element mana shu num I ga tengmi yoki yo'qmi? Ya'ni qaysidir elementning farqi num I mi yoki yo'qmi deb so'rab chiqyapmiz. Agar shunday bo'lsa, demak javobni qaytaramiz. Diff nums I va I. Agar unaqa bo'lmasa, unda yozib qo'yamiz farqlarni. Targetdan ayiramiz nums I ni, ya'ni targetdan nums I ni ayirganimizda nums I bilan target o'rtasidagi farq kelib chiqadi. Shu farqni indeks bilan birga yozib qo'yamiz, juft qilib. Bo'ldi. Javob bu yerda aniq bitta bo'lishi kafolatlangan. O'sha uchun ham biz bu yerda yechim qaytarishimiz shart emas. Bo'sh yechim.
yechimimiz qanaqa bo'ldi? Diff degan dictionarydan biz nums i qidiramiz. Agar nums i bor bo'lsa, demak qaysidir son borki nums ichida, o'shani farqi nums i ga teng. Bu degani ular juft. Nums i bilan o'sha sonning yig'indisi targetga teng degani. Shuning uchun ham farqni indeksi bilan nums i ni o'zi indeksini olib javob sifatida qaytaramiz. Tekshirib ko'ramiz. Javobimiz to'g'ri bo'ldi. Hamma test case'lardan o'tdi. Va bu yechimimiz bizda on vaqt talab qiladi, ya'ni on vaqtga teng, a joy bo'lsa on joy talab qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.